qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5, 600 dollar pul tikildi akamiz uchun. Xonimlar va janoblar, Jizzax savdo markazining o'sha mashhur o'yini davom etyapti. Bizni kuzatib boringlar. Like, kommentlar esa chiqmasin. Jizzax savdo markazining o'yinlari davom etyapti. 3 ta polvonimizga 400 ming so'mdan 1 million 200 ming pul mukofot. Rekord yangilashsa 100 dollardan pul qo'shib beramiz. Biz homiylarimiz kifofat mebellar bo'ladi. Juda zavoddan ham kachественно qilib sifatlariga 100% javob berishadi. Jizzax nominativ osh markazi xavf bo'ladi. Yarim kilo osh salatlari bilan ichida qilib berishgan. Xonimlar va janoblar, bugun Jizzax viloyati bo'yicha Shahzod polvonimiz kelgan. Xudo xolasa Hasan polvon hamda Ramziddin polvonlar o'rtasida o'zaro bellashuv bo'ladi. 3, 2, 1, let's go! O'yin boshlandi. Shu choyxonaning egasi Boyqurov Sunnatilla akamiz nomidan 1 minut vaqt qo'shib beramiz. Bu degani 17 minutga vaqtimiz o'zgardi. Hasan polvon uchun bir pachka necha pul berdi aka? 4 million pul tikildi. Shahzod polvon nomiga mana Akfa sexdan 1,5 million pul yana qo'shildi. Sizlarda monat mebellar qaranglar. 1, 2, 3, 4, 5, 600 dollar pul tikildi akamiz uchun. Haydovchilarimiz o'yinimiz to'xtatildi. 18:03 mana 18:04 daqiqa vaqtimiz o'tdi. O'yinimiz to'xtatildi. Aka, somsamiz sizga ma'qul keldimi? Cho'tka, aka, cho'tka. Hammasi standart, hammasi cho'tka ishlar. Somsa taniga gap yo'q. Rahmat. Somsamiz sizga ma'qul keldimi aka? Rahmat kattakon. O'yinimiz haq bo'ldimi aka? Haqlanmaydi. Yoqdimi sizga? Yoqdi. O'yin xorijli akalarimizga, opalarimizga, ukalarimizga, singillarimizga tavsiya qilinglar. Tavsiya qilamiz, kelsin. O'ynasin, yetsin. Rahmat. Tabriklayman akajonim. Bu videoni mana shunaqa polvon akalarga tashkil qiladi.